Narx-navo haqida gaplashsak, narx-navo hozirgi kunda o'sdi va yana xuddi o'sha dollar kursiga o'xshab o'sishda davom etyapti. Go'shtmi? Ha, go'sht. Go'sht narxini aytaman o'sha o'syapti, to'xtamayapti. Ya'ni orqaga qaytmayapti, o'sishda davom etyapti. Odamlar qo'y olish, ya'ni qo'y go'shti olishdan to'xtayaptimi? Ya'ni shu sababchi bo'lyaptimi yoki savdo To'xtamaydi bu narsa. Inson zoti bor ekan, insoniyat bor ekan, chorva go'sht to'xtab qolmaydi. Narxini razницasi yo'q. narx-navo ta'sir qilmayapti. Yo'q. Ya'ni misol uchun 50 ming go'sht 50 minglik paytida bitta xonadon 10 kilo go'sht olsa, hozir 100 mingga chiqdi deylik. Go'sht 3 tillik paytda ham yegan odam. Yo'q, yana shu hali 10 kilo olyaptimi odamlar demoqchiman bitta xonadon. Yo'q, olishi lekin kamaygan. Kam o'shani aytmoqchiman. Olishi masalan oldin kirib bugun 4 kilo 5 kilo go'sht olsa, u 1 kilo 2 kilo oldi. Nimaga? Qiynalgan odam bizada. Endi bu gapni gapirib o'raman, farqi yo'q. Narx-navolarni past qatlamdan emasdi, tepa qatlamdan olib qo'yishadi o'zi ko'p narsa. Sotuvda o'rta qatlam emas, past qatlam emas, tepa qatlamdan olib qo'yishadi narx. Boya bitta story oldim, qo'ya olmadim. Zaporojam yuribdi-da ko'chada. Zaporoj. Shahar ichida. Turibdi, boya oldim story. Vallohi hali bir 5 yildan beri ko'rmayapman Zaporoj. Men ko'rdim, boya g'alati bo'lib ketdim ko'rib. Keyin yonida BYD turibdi, Cobalt turibdi, Gentra turibdi, X6 turibdi yonida. X5 turibdi. Svetoforda turgan holatda ko'ryapman, xuddi shu narsani. Hozir gaz naloglari har bittasiga, svet naloglari bir xil kiradi uyga. Voy, mana buni Zaporojye bor ekan deb arzon kirmaydi, yoki mana X6 bor ekan deb, mana stabil narxda kirmaydi. Hammada bir xil kiradi. Hammani pul daromadi bir xil emas-da, tushunasizmi? Ana yaxshi bo'lib ketayotgan odamlarga 10 kilo 20 kilo ovoradi, uyga ham so'ydiraveradi qo'yga. Lekin Zaporojyeda yurgan odamlar bor-ku, kerak bo'lsa go'shtni menyudan chiqarib qo'yadi. Kerak bo'lsa go'shtni menyudan chiqarib qo'yadi. Gaz, svet nalogdan ortmaydi. Shunaqa ham bo'lyapti. Bo'pti. Menyu yo'q, go'shtni spiska beradi-yu eri. Xotini eriga spiska beradi-yu. Go'sht yo'q. Ser go'sht qilib yoki ser tuxum qilib tuxum pishirib qo'yishadi bo'ldi ustiga. O'sha gaz, svet, nalog, ponni sotuv bu narsani o'rta qatlamdan olsa yaxshi deb bilaman. Tepa qatlamga qarab chiqib ketamiz-a. Hammani qarachi har xil-ku. Tepadagilarniki sal katta. Yoshlik kattalar ularni. Buni qo'yib olvering tavakka. Lekin gapirgim kelgan narsani boy story qo'yuvdim, story oluvdim, qo'ya olmadim, oxiri gapirgim keldi. Men shu joyda yana bitta narsani aytib ketaman. Tushunkanmiz to'g'rimi Poyqadan? Poyqadan men o'shani mozorda aytganman, bizaniki premium bo'lishi kerak, eng zo'ri bo'lishi kerak, eng dodasi bo'lishi kerak, narxini qizig'i yo'q degan. Sherigim bo'pti degan. Ana kuni bizani endi o'zimizga yarashib bergan tushunkilik konkurentlar bo'ladi-yu. Narx-navolari boshqacha, bizanikidan qimmatroq. Biz hozir mizerdan ham mizerga ishlaymiz. Mizerdan ham mizerga ishlaymiz. Katta pul qo'yilmayapti. U sherigim bilan Sammanga borib qoldim 2 marta. O narxini oshiringlar, ko'tarilmayapti, mehnatimizga yarasha daromad bo'lmayapti desam, omildida boyi oshqozonida, kambag'allik xayolda bo'lib qolmasin, tushunkanmiz dedi. Hamma yesin dedi. Boyi oshqozonida, kambag'allik xayolda bo'lib qolmasin dedi. Yedirib olaylik, yesin hamma dedi. Keyin qachondir daromad qilamiz. Ziyon qilmayapmiz, bizani mehnatimizga yarasha kayf qilmayapmiz. Maza qilib olmayapmiz, tushunasiz? Sherigim shu gap berdi. Boyi oshqozonida, kambag'allik xayolda bo'lib qolmasin, hamma yeb olsin, tushunkanmi? Keyin sekin oshiramiz. 2 marta Sammanga borib qoldim, sherigim bilan shu temada. Men jahlim chiqdi. Lekin hozir o'ylab, endi ovqat yeganingizdan keyin birdaniga hazm bo'lmaydi-yu, sekin hazm bo'lyapti deb bu gap. Hozir onda son yaxshi gaplar gapirib qo'yadi. Asal oz shirin deganda.